Taqdir. Qaysi tutboy meni mashinamning orqasiga mashinasini qo'yib ketdi? Kim beradi bunaqa tutboylarga prava? Bo'lib, hozir boraman. 5 minut ko'chira bo'laman. Allo, taksi kelyapsizmi? Kech qolyapman. Mayli. Men buni shunday qoldirmayman. Damini chiqarib ketaman. Xudodan topganing shu bo'lsin, sen iflosini. Ibi, mashinam damini chiqaribdimi? Chiqarmang damini, nima qilyapsiz? Singlim, siz taksi chaqirgandingizmi? Ha, men chaqirgandim. Mashinam damini nimaga chiqardingiz? Mashina orqasiga qo'ymaslik kerak edi. Battar bo'l, haydang aka. Azirikma, tog' bilan uchrashgan ekan. Hali qo'limga tushasan-ku. Balonimni damini chiqarib ketgan qizcha-ku. Hozir so'zlayman seni. Endi o'zingdan ko'r, marsa. Battar bugun, balonni damini chiqarsa shunday bo'ladi. Holi ko'rishamiz sen bilan. Yo'q, rostda hech qaysi qiz bilan gapirmaganmisiz? Nima qilaman sizni allatib, faqat sizni deganman. Ana u bachcha-ku, qizchasi bilan o'tiribdimi? Hozir so'zlayman. Farruh aka, bu kim? Menga xiyonat qilib yuribsizmi? Men-ku mayli, bachchamizni o'ylamadingizmi? Qulluq aka, ayolingiz bor ekan, meni aldab yuribsizmi? Ahmoq. Ruchana, siz meni to'g'ri tushundingiz, to'xtang. Xudodan topganing shu bo'lsin, battar bo'l. 3 oydan so'ng. Alo, ona aytgan joyingizga 1 soat bo'lib kelganimga. Yo'q-ku aytgan qizchangiz. Jonim bacham, qitga voz keladi. Yaxshi. Yana shu shoqim bachcha-ku. Bu nima qilibdi bu yeri? O'zlari-ku. Ha, qaysi sho'rpeshona bilan uchrashuvga chiqdingiz? Siz emas har holda, sizdaylar bo'lsa o'zimga qulcha qilib olardim. Men erkakman. Hayotga ayol kishiga qul bo'lmayman. Alo. Ha bacham. Ona, qizchani oti nima dedingiz? Zara edimi nima bala? Zara? Alo, ona, ana u bolani oti nima? Shahboz. Shahboz? Men qarang, Shahbozman. Mabodo siz Zara emasmi? Ha, ismim Zara. Ayni nima deysizlar? Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaykan. Baribir qul qilaman dedimmi? Ismi yana